10 noyabr kuni Turkiya Cumhuriyati quruvchisi Mustafa Kemal Atatürk vafot etgan kun hisoblanadi va ertalab 9:05 da vafot etgan va shu sababli butun Turkiyada ertalab soat 9:05 da ya'ni Turkiyani katta qismi shunday 2 daqiqa shunday nimada turishadi, hurmat turishi, sayg'i turishi deyishadi. 2 daqiqa turishadi, keyin nimalarda hayot davom etadi. Butun ya'ni ko'priklar, metrolar hamma joy to'xtaydi. Bugun ertalab ham shunaqa bo'lganligi haqida xabarlarda ko'rdik. Ya'ni bu narsa albatta bunday qarasangiz Mustafa Kemal Atatürkni xotirasini abadiylashtirishlik uchun qilingan. Qanchalik to'g'riligini bilmayman, aytmayman ham, chunki bu yerda Turkiyada xususan nimani gapirsangiz ham gapirishingiz mumkin, lekin Mustafa Kemal Atatürkni sha'niga, nimasiga ozgina bo'lsa ham hurmatsizlik qilsangiz, sizni juda ham yomon oqibatlar kutib turadi. Davlat tarafdan ham, xalq tarafdan ham. Shuning uchun ortiqcha gap gapirilmaydi bu masalada. Agarchi fikringiz salbiy bo'lsin yo ijobiy bo'lsin, bu masalada har bir davlatning o'zining siyosati bor, aralashmagan yaxshi.